Allah bilan gaplashayotganda, ya'ni u joy namozini ustida qalbda boshqa narsa bo'lsa qanday yomon, to'g'rimi? Endi shuni aksi bo'lsa-chi, boshqa ishlar bilan band bo'lganda ham qalbda Alloh bo'lsa qanday yaxshi. Hech bir joyda hijolat bo'lmaysiz, tortinmaysiz, har doim tirik turasiz. Bir inson bilan gaplashayotganda ham yodingizda Alloh tursa, yomon narsa gaplasha olasizmi? Bir ish qilayotganda qalbingiz Alloh, Alloh, Alloh deb tursa, u ishni sifatsiz qila olasizmi? Har qanday vaziyatda bizni nimamiz? Alloh deydigan joyda ham boshqa narsalarni o'ylab o'tiramizda endi. Alloh bilan gaplashayotganda, ya'ni u joy namozini ustida qalbda boshqa narsa bo'lsa qanday yomon, to'g'rimi? Endi shuni aksi bo'lsa-chi, boshqa ishlar bilan band bo'lganda ham qalbda Alloh bo'lsa qanday yaxshi. Hech bir joyda hijolat bo'lmaysiz, tortinmaysiz, har doim tirik turasiz. Bir inson bilan gaplashayotganda ham yodingizda Alloh tursa, yomon narsa gaplasha olasizmi? Bir ish qilayotganda qalbingiz Alloh, Alloh, Alloh deb tursa, u ishni sifatsiz qila olasizmi? Har qanday vaziyatda bizni nimamiz? Alloh deydigan joyda ham boshqa narsalarni o'ylab o'tiramizda endi. Alloh bilan gaplashayotganda, ya'ni u joy namozini ustida qalbda boshqa narsa bo'lsa qanday yomon, to'g'rimi? Endi shuni aksi bo'lsa-chi, boshqa ishlar bilan band bo'lganda ham qalbda Alloh bo'lsa qanday yaxshi.